Mana hozir sizlarga shu rossiyalik shogirdimga boshidan to oxirigacha o'rgatganlarimni jarayoni ko'rishingiz mumkin. Mana birinchi chizma ishladan boshlaymiz. Oldim qalam ushlab o'sha naqshni qanaqa boshlab qanaqa tugatish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntirilib, keyin mana tikish ishlarini boshlaymiz. Bizada pop-upda birinchi qur deyiladi. Shu qurni tikishdan boshlanadi. Qur har xil ko'rinishlari bor, shakllari bor. Shularni tikish jarayonida qanday naqshni boshqarish kerakligini tushunib olinadi va o'zida tushuncha hosil qiladi. Mana bu hozir tezlashtirib olingan jarayoni necha kunlik? Mana hozir 8 kunlik tikish jarayonini qo'yganman. Undan oldin chizish jarayonlari bo'lib o'tgan. Mana bosqichma-bosqich naqshlarga ham o'tdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana har xil naqshlarni tushuntirib ko'rsatib berib, avval o'zim ko'rsatib beraman. Keyin bosqichma-bosqich o'sha o'zlari ham tushunib tikishni davom ettirdilar. Mana har xil milliy naqshlarimiz, gullar, har xil qanaqa naqshlar xohlagan bo'lsalar, shunaqa naqshlarni qildik. Mana oxiri o'zlarining yubkalariga tikishni xohladilar. Mana mustaqil o'zlari tikyaptilar. Bemalol mana chiroyli qilib belovoyga tikildi mana.